mana shu narsani topgaysizlar, qo'lingizga $100 beramiz. Lekin ertaga kommentda yozishchi, bu yo'q, bu anaqa. Bunaqa topa olmaysizlar do'stlar, bunaqa topa olmaysizlar. To'g'risini aytaman. Pampers vazifasini bajaradi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan kichik tanaffusdan so'ng Retro Carsus jamoasi va bloger akajovoq. Do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda Gaz 2402 mashinamizga olingan umumiy zapchastlarimizni birgalikda obzor qilamiz. Ketdi. Do'stlar, biz va'da berganimizdek, mashinamizga faqatgina eng zo'r narsa va eng yengil narsalarni qo'yishga harakat qilamiz deb aytganmiz va sizlar shu yerda ko'rib turgan barcha jihozinglar yep-yangi qanday topdinglar deysizlarmi? Bu axir Retro Carsus jamoasi. Bizda shunaqangi professional jamoa ishlaydiki, biz aytgan va'damiz ustida turish uchun hamma narsaga tayyormiz. Xo'p, shu yerda ko'rib turgan barcha detallar yangi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar kelib ko'rsanglar bo'ladi. Ani yo bu yangi emas ekan, kommentda ko'p o'qiyman. Yo bu narsa yangi emas, yo menda mana bunaqa qilish kerak edi. Yo'q, do'stlar, biz aytganimizdek tuning emas, zavod holatiga olib kelishga harakat qilamiz. Do'stlar, ani hamma boshida yomonni aytdi-yu, men eng zo'rlardan boshlayman. Ko'rib turganingizdek, yep-yangi radiator, ani hech qatiga chang ham bosmagan. Do'stlar, eng mazza qiladigan joyi mana bu mexanizmi, krishkasiga e'tibor beringlar. Hammasi yozilgan, открывать, закрывать deb turib. Buni yaxshilab e'tibor bersanglar, hech qatiga hali rezbalari ham joy-joyida turibdi. Bilasizlar, mexanizmi radiator qizib ketsa, bundan ochilib, ichiga havo kirib, trubkadan chiqib ketadi. Mazza qotgan joyim radiator yangi. Men javob beraman, bu narsani yangi, umuman ishlatilmagan, hali mashinada umuman qo'yilmagan radiatorlarni topish bu juda ham qiyin. Radiatorni reshotkasi, ya'ni buni jaluzi deyshadi. Tepasida tashqarida turadigan jaluzisi. Ikkalasi ham yangi. E'tibor qiling do'stlar. Hozir ko'rsatadigan har bitta detalim mashinaga umuman qo'yilmagan, ishlatilmagan. Do'stlar, men boya aytib o'tganimdek, buni topsanglar, shunaqa sostoyaniyda topsanglar, $100 qo'lingizga naqd beramiz. Sababini aytaman. Men hozir mana paketini olib tashadim. Bu narsani topish juda ham qiyin. Katta yoshdagi amaki akalarimiz bilishadi. Mana yonlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Yep-yangi tiniq turibdi. Bu nima deb so'rasanglar, bu mashinamizning tek parok liniyasi bo'ladi, ya'ni xroma bo'ladi. Bilasizlar, tekis turib, oldingi zavodskiy yangi chiqqan mashinalarda turgan, mana klipsalari bilan birgalikda. Yep-yangi, hali umuman mashinaga qo'yilmagan. Biz hech qaysi mashinadan yechmadik buni. Bu yangi sotib olganmiz. Do'stlar, davom etamiz. Bu eshik ruchkalari bo'ladi. Bular ham yep-yangi. Bilasizlar, nimaga bu zolotistый svet bo'lib turibdi? Bu umuman mashinaga qo'yilmagan, ya'ni ishlatilmagan. Agar usta akalarimiz biladi, buni yechsanglar ishlatilgani zanglab ketgan bo'ladi. Undan tashqari biz yaxshi ko'rgan, yoshligimizda qiynalgan bo'lsak ham, lekin mana misarubkalari, ya'ni oynani churib chiqaradigan pedallari va eng mazza qilgan joyim, buni hozir menga ma'lumot o'rnida aytishdi, bu tashqari tarafdan eshik zamogi bo'ladi. Bu narsani ham topish juda ham qiyin, sababi bunaqa ideal sostoyani umuman bir marta ham menimcha buralmagan bo'lsa kerak. Shunaqa agar sostoyanini topsanglar, menimcha mazza qilasizlar. Biz topib hozir juda ham quvonamiz. Nimaga? Chunki buni bergan va'damiz ustimizdan chiqamiz. Do'stlar, buni mangal deb o'ylamanglar, bu mangal emas. Bu do'stlar rus tilida aytganda, o'sha paytda sovet paytida xlebnitsa deyilgan, ya'ni ikkita sidinani o'rtasida turadigan narsa bo'lgan, ya'ni bu yerga telefon yo nimadir buyumlar solsa bo'ladi. Hozirgi tilda bari sal boshqacharoq variantda. Buni ham ko'rib turibsizlar, mana yangi tegida shtamplari ham bor ekan. Go'stlarigacha turibdi. Yangi oldi taraf pavorotniklari bo'ladi va mana bu ikkita chirog'i bokovoy ekan, buni bilasizlar. Haqiqatan yangi bo'lib turibdi. Mana zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, xuddi shunaqa turibdi. Mana bu patrubkalar deydimi, buni patrubkalari ham o'sha sovetniki. Qo'yilman, lekin bizning jamoaga rahmat albatta. Bu narsa prikrutelni ham yangisini topishibdi. To'g'risi bilmayman. Menimcha ishlasa kerak. Ishlar ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Javohir ishlar yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Xudoga shukr, rahmat. Aka, o'zingiz tushuntirib bermasangiz bo'lmaydi. Baribir o'zingiz professional, o'zingiz olgansiz. Bitta ma'lumot berib ketaverasiz. Birgalikda obzor qilamiz. Buni qo'yilmagan, ishlatilmagan. Karburator, benzin nasos, atstonik. Bu bir-biriga ulanadi. Ulanmaydi. Bular bir-biridan benzin bundan keladi. Bundan tozalanib filtr orqali karburatorga boradi. Tushunarli, zo'r. Xo'p, bu rezinkalari
Bu nima? Protiubойный rezinka bamperda turadi bu. Ishlatilmagan yangi holi. Mana bu qayerdan topdinglar buni? Bu yengimi bu? Yangi rul Yo'q, qo'yilmagan. qaysi bir mashinadan yechdinglarmi? Yo'q, bu umuman ishlatilmagan. Umuman ishlatilmagan, Yangi, to'g'rimi? ha. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana yep-yangi rul. Lekin haqiqatan uzun, u haydash ham og'ir. Hozirgi yoshlar menimcha haydamasa kerak. Bu bokovoy orqa rezinkalari bo'ladi. Yangi, bular ham ishlatilmagan, qo'yilmagan. Eng oxirgi universalda eng oxirgi глухой oyna deyiladi. O'sha глухой oynalarda qo'yiladigan rezinkasi bu. Buni qayerdan topdingiz buni? Qidirdik, topdi, zakaz berdi, olib kelib berishdi. Aldov yo'q, hammasi yangi. Yo'q, hammasi yangi. Eshitib Пожалуйста, turgandik. buni hammasi yozilgan, ochiq ham bo'ladi, mana hammasi ideal holatda. Mana ko'z oldingizda ochyapmiz, do'stlar, hammasi yep-yangi. Hech qanaqa aldov yo'q. Salon ruchkalari. Salon ruchkalari. Bular ham yangi menimcha. Yangi ishlatilmagan. Juda ham zo'r. Faralari. Orqa stop fara turadi. Orqada rezinkalari bilan o'zini tashishni rezinkalari bilan ko'rsa bo'ladi. Umuman ishlatilmagan. Gayka o'rinlari ham, simlari ham hammasi montajkalari ideal holatda. Mana ko'rib turganingizdek, do'stlar, Zelny VSSR yangi, mana ko'rib turganingizdek, haqiqatan hech qayerga hech narsa qilmagan. Mana bu legendarniy nakleyкасы-yu, bu ham yangimi? Yangi. Bular dvornik, adashmasam, Dvornik чистители ham bular. bular ham yangi. Hammasi mana Yangi paketda turibdi. ishlatilmagan. Umuman ishlatilmagan. Umuman ishlatilmagan. Bu yerda Volga yozuvlari ham bor ekan. Volga yozuvlari bor. Bu oldi Fortchkani rezinkalari bo'ladi. Oldi Oldi ishuvniki. Fortchkaniki. Bular imini ochilib yopiladigan Fortchkaniki, yangi ishlatilmagan zavodskoy rezinkalari. Oldi Fortchkaniki ekan. Buni bilasizlar, menimcha buni aytishimiz shart emas, chunki hammada shunaqa dumaloq korobka передачанiki. Siklopodiyomnik, mexanizm, Bular ham yangi haqiqatdan. hammasi yangi ishlatilmagan, qo'yilmagan. Bohoka nima bu? Radiomi bu? Tablo, lenchli tablo, birinchi seriyaniki, ideal holatda, hamma narsasi ishlaydi. Yo'q, oynalari ham sinmagan ekan. Oynalari ham sinmagan, hamma narsa xudo xolisi ishlaydi buni. Mana orqa tarafini ham ko'rsanglar bo'ladi. Ideal holat. Bunaqa topolmaysizlar do'stlar, bunaqa topolmaysizlar. To'g'risini aytaman. Bu menimcha eshitishimiz bo'yicha Rossiyada ham yo'q ekan. Motorli pompa 2401. Bu 2401. Yangi Nimaga aynan ishlatilmagan. 2401 02 emas? Chunki 74-yilda 2401 usilyonli motorlarda qo'yilgan 01 motor bilan chiqqan bular. Birinchi seriyaniki 01. Ha, birinchi seriya 01 chiqqan, keyin qolganlarida 02 motor 10 o'zgargan. motorlar bo'lib chiqqan. 10 motorlar. Tushunarli. Mana do'stlar, ko'rsanglar bo'ladi, bular ham yep-yangi. Bular adashmasam sakasi, balon saka 24 original 2402 original qalpoqlari. qalpoqlari. Bu aka Salonni ichida apshipkan tepasida turadigan spesialniy baton deyiladi. Qiyin bularni topish, lekin buni to'rttalovi ham ideal holatda. bu rezinkalar aka menimcha anaqaniki. Bu уплотнительный rezinkalar Tashqariniki. ishuvda ochganda ishuvning tashqarisida turadigan уплотнительный zavodskoy rezinkalari. Bular barxt rezinkalar, oynalar tushib chiqqanda shu yonlarida ishlaydigan rezinkalar bular. Bular menimcha bamper xromlari. Bamper xromi bu kichkinasi hisoblanadi. Bundan ikkita bo'ladi, chapi o'ngi bo'ladi. Buni agar bilsanglar, orqa bagajida zapaska o'rnini qopqog'ini ochganda shuni ikkita chetida turadigan bamferi. Bular endi biz zapaska olganmiz. Zadniy stoplarni, stop chiroqlarimizni zavodskoy holida zapasni qilib olib qolganmiz o'zimizga. Отрежательный qopqoqlar. Mayli qo'ying nima, tushib ket. Yo'q, normal ekan. Bu narsani zapasi bilan olingan. Sababi, misol sinib ketib qolishi mumkin, nimadir bo'lsa, qidirishga to'g'ri kelib qoladi. Siz yangisini albatta topolmaysiz buni. O'shaning uchun biz spesialniy zapasi bilan olib qo'yganmiz. Gabarit chiroqlari. Gabarit chiroqlari yep-yangi, mana g'ostlarini ham ko'rsatsak bo'ladi. Haqiqatdan yep-yangi bo'lib turibdi. Do'stlar, eng quvonarlisi haqiqatdan bu narsaga ahamiyat beringlar. Bu hech qaysi mashinadan yechilmagan. Bu yep-yangi, hali umuman o'rnatilmagan. O'sha mashinamizga yig'ayotgan paytimizda ko'rsatamiz. Bular hammasi yep-yangi. Bular benzobakda turadigan poplavok datchiklari. Ha, qancha benzin bor yo'qligini ko'rsatib turadi. Mana bu hozirgi mashinalarda pampers deymiz. Bu Volgalarda o'sha paytda o'zini pampersi hisoblanadi. Bu orqa bakoy. Малый gabaritniy огни hisoblanadi lampochkalari. Bular o'sha orqa chastida
orqa tomoni imini orqa tomonga qaratib qo'yiladi. Stop vazifasini bajaradi, lekin aslida o'zi gabaritli малый горящий lampochka hisoblanadi bular. Orqa stop kerak, to'g'rimi? Orqa bokovoyda turadi bular. Orqa bokovoyda turadigan tepa qismida turadigan stop lampochkasi. lampochkalari mana сделано весlar turibdi bular ham. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu motorni ochganda, motorni освещениясini ta'minlashga kelganda, kechqurun bu joyda ochib qo'yganda, ta'minlashga kelganda yoqib o'chiradigan o'zini Zavachkoy bo'lgan. shtat qulaylik uchun. Bu narsa bo'lsa, misol uchun yoqib o'chirib bemalol motorni nima qila oladi, ta'minlab ketavera oladi yo'lda. Mana buni o'zinglarni ko'ryapsizlarmi yo'qmi? Bu bilasizlar, bokovoy oynalari. Bu motorniy podushka hisoblanadi bular. Motor podushkalari. Bu motor shu podushkani ustida turadi. Xo'p, bular remenlar. Generator remenlar. Generator remenlari birga qo'shib olganmiz. Mana даже aptishkalarni ham olib kelib qo'yganmiz. Mana. Hozir любой aptishkani olib qo'ysanglar bo'ladi, lekin biz spesialniy o'sha vaqtdagi aptishkani olganmiz. Ichida hech narsasi yo'qmi? Ichida hech narsasi yo'q ekan. Haqiqatdan mana zavachkoy. Nima deyapti do'stlar? Bunaqa apshipka bormi? Bunaqa apshipka Menimcha topa olishmasa kerak. qiyin deb o'ylayman. Bunaqa apshipkalarni ham buni Yo'qlarni bizga zakazga olib kelib berishgan spesialniy kosheloklari bor buni. mana kashelogini ham ko'rsanglar bo'ladi. Kosheloklari. Buni bahoga qayerdan topdinglar buni? Bu tiniq turibdi-ku bu. Zakaz berdi, olib kelib berishdi maksimal darajada. Yangi demaymiz, lekin ideal holatda, eng ideal topgan apshipkamiz shu bo'ldi. To'g'risini aytganda biz ishlatilgan apshipkani ham qo'ysak bo'ladi, yo любой Volgadan yechib o'rnatsak bo'ladi, lekin va'da bergandek zavod holatiga olib kelish uchun maksimal yangi yoki maksimal zo'r sostoyaniyadagi mahsulotni qo'yishga harakat qilyapmiz. Zo'r, menimcha odamlarga yoqsa kerak. Bitta like qo'yib qo'ysanglar, menimcha arziydigan narsa. Aka, bu pechkani qayerdan oldingiz? Qayerdan topdinglar buni? Bu yengimi bu? Bir odamda bor ekan. Iltimos qildi, yetkazib berishdi. Bu yangi menimcha. Qo'yilmagan yangi. Ana bu jo taraflaringizga qiyshayib ketgan. Endi bular turgan, ancha vaqt turgan, necha yilga narsalar bular. Menimcha bir 30 yil bo'lib qoldi-yu. Bo'lsa bordir, ha, shu endi bular 70-yildan boshlab chiqqanmi? Nechinchi yil? Shu 70-yildan boshlab chiqqan, shu yilga pechkaladi. Haqiqatdan yep-yangi mana salafonlari bilan turibdi. Aka, mashki qo'g'irchoq ilinardi, radon paytlari, to'y paytlari. To'ppa-to'g'ri. Yangi menimcha to'ylarga chiqqanda o'rislar shu joyiga qo'g'irchoq yeyishardi. Aynan kiygan qo'g'irchoq kiyishardi. Ana unutma yor degan qo'shiq qo'yib kerak edi bu yerga. Unutma yor, ilzoringni Farani chetida turadigan farani ochkisi hisoblanadi bu. Hamda ulanadi bu. Ochkisi hisoblanadi. Bular paroglar aka. Narojniy eshigini ochganda, ana oyoqli tegadigan joyi imini zashitasi parogi, men bularga kelganda bular salonni ichida turadigan paroglar. Bu orqa bagajni tepasida turadigan lyustrasi bo'ladi. O'sha imini orqa bagajni ochganda, shu bagajda bu narsa kerak bo'lsa, bagajni освещение saloni bu. Ha, orqasida mana zelna vesitar turibdi bu ham. Mana ko'rib turishlar. Biz o'zimiz yozib qo'yganimiz yo'q buni. Yili ham yozilgan. Yili ham yozilgan. Haqiqatdan. Bu akkumulyator krishka. Tepa krishkasi akkumulyatorda. Bu ikkita chetida. Akkumulyator o'zi qani aka? Akkumulyator o'zi. Akkumulyator o'zi hali yo'q. Hali olishimiz kerak. Bor akkumulyatorni ham xudo xolisa qo'yamiz, ko'rsatamiz bularni. Bu menimcha tashqari labovoyi, oldi labovoyi, atrofidagi xromlari bo'ladi bu. Aka, bitta savol. Haqiqatdan shu savoliga aniq javob topaman. Nimaga o'sha paytda xrom ko'p ishlatilgan? Nima desa bo'ladi? Xrom arzon bo'lgan menimcha. Bu endi arzonligi o'sha paytda arzon bo'lgan-ku. Yoki chiroyli deb uchunmi? SSR mashinalari o'zi основной xrom bilan ishlab chiqarilardi, hamma detallari. O'shani ham hisobiga bular o'ta chiroyli maxsus turardi-da bular. Tushunarli. Qolganlardan fishkasi shunday bo'ladi. Задний брызговик rezinkali bor. Brызговиklari ham yangi uga ham rossiyskiy paytda qo'yilmagan yangi bokovoy haqiqatdan go'stlari bilan turibdi. Bokovoy bamferlarimiz turibdi. Qiziq bo'layotgan joyi bo'lsa, bu haqiqatdan hammani bitta ko'ringlar. Mana bu yerga nima deyapti? Menimcha buni ham olib kelgan odamga $100 bersak bo'ladi, menimcha.
Smelo bo'ladi lekin. Smelo bo'ladi? Ha, smelo. Mana Nima yozilganlari qilsa mana haqiqatdan Городской avtozavod model gaz 2402 74-yil. Aka to'g'risini aytaman, siz menimcha obzor qilolmagan bo'lardim, katta ehtimol. Lekin menimcha hamma narsani ko'rsatdik. Xo'p, endi menimcha mashinaga o'rnatsak bo'laveradi. Xudo xolisa. Hamma zapchastlarimiz bor. Do'stlar, mana hammasini boricha ko'rsatdik. Nima bo'lsa aldovsiz, boricha shaffof, yangi bo'lsa yangi yoki yaxshi sosteniyada bo'lsa yaxshi sosteniyada deb aytamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Retro Carsus jamoasi sizlar uchun ertayu kech mehnat qilishyapti. Usta akalarimizga barchaga rahmat. Sizlar bilan birgalikda mashinamizni ideal holatiga, ya'ni zavod holatiga olib kelib, umumiy bitta obzor videosini chiqaramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Retro Carsus boshlovchilar aka Javoh, ko'rishamiz.